Nimaga endi Zohidni tashlavarding? Bitta tovoqdan osh yedi deb. Nima Zohidda donatri yo'qmi? Hadishkasi yo'qmi? Hozir. Zohidni nima qiladi u? Zohid nima kerak unga? Nima qilsin? Uni ham boshariq ko'tarib yursin. Yo'q, ko'tarib ishlamadim. Zohid birinchi o'lmaydi. Qaranglar, o'sha mavzudan uzoqlashib uzoqlashib o'ynagin degan. Haqqi bor. Haqqi bor. O'zi boshim og'rib yotibdi, beni nahoy degandek. O'sha mavzulardan uzoqlashib o'yin o'ynaylik. Yo'q, o'zi u bechara Zohid meni so'kib yuribdi-da, u taraf bo'lib. Yana men xafa bo'lganim yo'qman, indaganman, mayli, yuraver deyapman. Men senga bitta gap aytaman. Mana shu Zohid agar qo'yib bersang, mana shu aktivi shunikidek bo'lsa, Sardorga to'g'ri poshol deydigan bola. Aka, bu narsani hamma qiladi. Ha? Xo'p, endi o'shanga hozir Sardor o'ziga vuvvet qildi. Kerak emas odamlar bilan boshini otib nima qiladi? Ishini qilib, men unga anikini ham aytdim. Bir xil ko'rsin hammani bu. Orqaga qaramagin, yig'ishtirgin, ko'ting qisgin, jiyan, ishtiqigin bor dedim. Xursand bo'ldi. Bir og'zim aytish kerak. Bor ishingni qil. Men ming marta aytdim. Dedim. Boshni ortmagin Sardor, ishingni qilavergin, bor qilavergin. Seni yo'ling oxiri yo'q yo'l, ketaver dedim. Gaz berib ketaver. İşin bo'lmasa changda qolganlar bilan dedim. Sen nima ishing bor dedim. Changda. Xursandman aka dedi. Bo'ldi aka dedi. Bir og'zim gap. Changda qolganlar. Yo'q, men aytdim unga. Jiyan dedim, men qaradim. Changdagilar bilan ishing bo'lmasa, o'zi yo'lini topib ketaveradi dedim. Sen oldinda ketyapsan, gaz bergin bo'ldi dedim. Men masalan hozir men unga hozir senga bitta gap ochiq oydin aytaman. Men uylangan bolaman. Agar meni yoshim u bilan teng bo'lsa, konkurent bo'lishim mumkin unga. Tushunasanmi? Uni qilgan qiliqlarni qilib, har xil qiliq qilishim mumkin. Agar meni yoshim teng emasmi, men unga konkurent bo'la olmayman. Bitta gap aytishim mumkin u bolaga hayotiy shundoq to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsam, oldingdan mashaqqating ko'p, gazni bergin hozir paka bo'lib turgan paytida deb o'ziga tushuntirdim men. Seni boshqa ilojing yo'q. Gaz bergin, umuman chang bilan ishing bo'lmasin. Ketavergin jiyan dedim. Hali bir kuni aytasan dedim. Zek akam to'g'ri aytganini mashq qilganim mana to'g'ri chiqdi deb aytasan dedim. Ketyapti, ketaversin. Yo'li ochiq bo'lsin. Yo'li ochiq bo'lsin, tamom. U bolani qismati shunaqa. Hozir senga aytaman, hoji. Qarashi, men agarda erkaklik sifatida aytadigan bo'lsam, endi sen hozir yozganini aytyapsan, chizganini aytyapsan. Bir kun u ham qolib ketadi. Sen bir umr gapirib yura olmaysan uni yozganini. Lekin yo'q, tamom, gapirish niyatim ham yo'q. Qo'lsan aka. Hop, nafa keragi bor? Nima keragi bor, ayting? Eshtur endi. Seni urib buni ukasi. Onasidan so'kkan. Seni urib qamalib ketgandan seni yozib bergan yaxshi. Diplomatik hal qilyapti. Sen beni onamni so'kding deb seni yo'lda ushab olib, ona uchun yozilmayapti bu narsa. U narsa bo'lganda haqligi deng hozir bilan. U uchun yozilmayapti-ku. Nima deyapsiz aka? Biladi, jumalarni tashladingiz-ku. O'shalar ham bor. Ona uchun bo'lmayapti-ku. Tushundim. Xo'p. Qarasho tushundim. Hali o'sha savol ham bo'ladi senga mehmonxonaga borsang, mana bu videolarda ham onasidan so'kibsiz. Sizga nima kerak bu aka deb aytadi senga. Mesela ham. Mayli bo'pti deydi. Siz yoshingiz katta ekan, u yosh bola ekan deydi. Bo'pti, u qochib ham yuribdi deylik deydi. Ketib ham qoldi deylik deydi. Siz shu yertasiz deydi. Siz nega u bilan teng bo'lyapsiz? Qani siz aqlli bo'lsangiz javob bering qani desa, nima deb javob bera olmaysan? Bera olmaysan, u savolga javob yo'q. Yoshingiz katta. Siz qilib turgan ishingizni qarang desa, senga javobi yo'q u ishni. Yerga qarab o'tirasan. Kecha ham men eshitdim shuni. Har safar mehmonxonaga borganda eshitaman. Yoshingiz katta sizning degan gap aytiladi menga. Yoshingiz katta, endi boshqa ish tanlang aka deb to'g'ri ma'noda aytishadi. Men ham aytaman. Endi hozir men ish qila olmayman, kasbim yo'q. Shu TikTokda amallab turibman deyman. Amallayotgan bo'lsangiz ko'tingizni qisib amallang deydi. Keyin tushuntiraman. Mana shunaqa janjal bo'lgani uchun mana shunaqa odam ko'payadi, shular orasida bir kishi bo'ladi. O'sha atak samombeli yomon niyatga hech kim bilan urushmayman. Men o'zi urushim ham kelmaydi, kerak emas. Menga mana bu urush chiqqan joyda barakat yo'qoladi deb aytaman.
Ko'rdingizmi deydi. Tupatuzuk odam nima qilasiz? Hop, endi siz bu internetga tarqab tomondan borishyapti, gapiryapsizmi? qo'ymasangiz deydi.